Assalomu alaikum, my beautiful people. How are you doing today? Bugun siz bilan yana bitta ajoyib va men birinchi bo'lib kitobxonaga kirgan, birinchi bo'lib o'qigan kitobim haqida book review qilamiz. Ko'pchilikda kitobga kirish jarayoni har xil bo'ladi. Menda bu kitobga kirish jarayoni, kitoblarga qiziqishim kichkinaligimda bo'lgan. Ertak kitoblar o'qiganman, har xil qanaqadir adabiyotlar o'qiganman, Xudoberdi To'xtaboyevning asarlarini o'qiganman. Lekin hozirgidek ko'p kitob o'qiydigan, kitobga qiziqadigan bo'lmaganman. Doimiy ravishda kitob o'qiydigan kitobxon odam bo'lmaganman. Lekin 2021-yil avgust oyida men ustozim Muhammadali Shonqulovni YouTube'dagi Osmondagi bolalar mana shu podkastini ko'rib, juda ham kitoblarga bo'lgan qiziqishim, o'zimni ustimda ishlashga bo'lgan qiziqishim paydo bo'lgan. Va aynan o'sha yili sentyabr oyida bizning maktabimizda ajoyib bitta musobaqa o'tkazilgan. Bizni 8-sinf vaqtimizda 2021-yilda bizning tarbiya ustozimiz juda ham chiroyli kitobxonlik tanlovi o'tkazgan va mana shu kitobxonlik tanlovida 8-sinflar uchun Al-Kimyogar asarini, ushbu asarini o'qishga qo'ygan. Agarda YouTube o'sha savollariga, test javoblariga to'g'ri javob beradigan bo'lsak, birinchi o'rinda olgan o'quvchiga 100 ming so'm, 8-sinf vaqtim bu men uchun katta bo'ladi. 100 ming so'm pul mukofotini va'da qilganlar. Men o'shani sentyabr oyida aytgan bo'lsalar, 1,5 oy davomida o'qib yurganman va bu kitob meni birinchi kitobim bo'lgan. Juda ham nima deydi, ichimdan o'qib, maza qilib, orzularga o'shana boshlaganman. Aynan o'sha yili menda juda ham bitta katta orzuyim paydo bo'lgandi. Bu orzu Muhammadali Shonqulov bilan hayotda ko'rishish, ularni maktabimizga olib kelish, tumanimizga olib kelish orzusi bo'lgan. Va bu kitob aynan orzular haqidagi kitob bo'lgan. O'qiganman, xuddiki orzularimga bo'lgan motivatsiyani bu kitobda olganman va juda birinchi o'qiganimda yaxshi ko'rib o'qiganman. O'sha vaqtda men bu kitobni kvotini, ya'ni agarda inson bitta narsani chin dildan xohlasa, butun koinot o'sha orzusiga yetishish yo'lida unga yordam beradi degan quvvat bo'lgan. Men bu narsani aynan o'shanda bitta hadisni o'qib qolganman. Umar ibn Hattobdan Alloh o'shaniydigan narsalarni orzu qildirmaydi degan narsani va o'shandan men juda ham ilhomlanganman. Men kelajakda ustozim bilan ko'rishaman deb turib bu kitobni o'qiganman. 2021-yil o'qiganimda aynan o'sha narsa menga motivatsiya bo'lgan, o'shaning uchun bu kitobni maza qilib o'qiganman. Lekin men bu kitobda 2021-yildan so'ng 2026-yil shu yil boshqatdan o'qib chiqdim. Ingliz tilida va o'zbek tilida. Umumiy hisobda 3 marta o'qidim va 5 yil o'qiganimdan so'ng kitobda mag'zini boshqacha emas, ko'proq o'zimga kashf qila boshladim, tushuna boshladim. Birinchi tushunganimda aynan o'sha orzularga yetishish yo'lida yetishadi, odam bitta narsani orzu qildim, yetishadi degan narsani tushungan bo'lsam, lekin ikkinchi o'qiganimda menda juda ham kuchli hayot haqidagi, falsafa haqidagi tushunchalar paydo bo'la boshladi. Birinchi bo'lib turib menda paydo bo'lgan savol, o'shanda birinchi o'qiganimda menda savol paydo bo'lgan. Santiago aytgancha, men buni plotini aytib bermayman, chunki juda ham hamma gapirib chiqqan, hamma biladigan kitob. Men aynan bu yerda faqatgina o'zimda olgan xulosalarim va insightlarimni kerakli sahnalardan qisqacha gapirib berib tushuntirib ketmoqchiman. Aynan Santiago tush ko'radi va tushi orqali Andalusiyaga boradi. Borganida men hayron qolardim. O'zini o'sha cherkovda ekan-ku boylik, nimaga borish kerak? Nimaga bordi? Nima siri nimada deb tushunmagandim. Lekin men shu yil o'qib chiqqanimda oxirgi betlaridagi suhbat meni diqqatimni tortdi va aynan o'sha yerda avtor eng kuchli quluch, eng kuchli kalit joyini ochib bergan deb o'ylab qoldim. Bunda aytadiki, u o'sha o'g'irlik qo'liga tushib qolganida, o'g'irlar uni qamab qo'ygan vaqtida, o'sha yerga qamab qo'yganda, nimaga kelding deganda oxiri majbur bo'lib aytadi. Men shunaqa tush ko'rgandim, oltin qidirib keldim, shu yerda xazina bor ekan deb qidirib keldim deganda, odamlar aytadi, jinni dedi, o'sha uni urganchi savollardan bittasi aytadi. Jinni, men ham qachonlardir mana shu davlatda, ayni u yashaydigan, Santiago yashaydigan davlat bilan cherkovda aytyapti. O'sha davlatda men shunaqa xazinani cherkovda daraxti tagida ko'milgan deb ko'rgandim. Lekin men senga o'xshab
borib qidirganim yo'q deydi. Va mana shu yerdan Santiago bittagina mana shu gapni eshitishi uchun, bittagina aniq lokatsiyani topish uchun Santiago butun boshli hayot journeysini, hayot yo'lini kezib o'tadi. Shu joyda men o'zimga juda ham chiroyli bitta insight oldim. Ya'ni ekan biza bitta maqsadga to'g'ridan-to'g'ri directly, mana to'g'ri chiziq bo'yicha bormaymiz. Biz o'zimizni planlarimiz bo'ladi. Mana bu steplar orqali chiqamiz deb o'ylaymiz, lekin taqdirda biz uchun yozib qo'ygan ssenariysi bo'ladi. Xudoning yozib qo'ygan ssenariysi bo'ladi. O'sha ssenariysi orqali step by step, bitta-bitta, o'zini vaqtida har xil holatlarda chiqib boramiz. Ya'ni ko'pchilik vaziyatlarda, ko'pchilik holatda men o'zimda shunaqa holat bo'ladi. Planlarim, ishlarim o'zim rejalashtirgandek ketmasa, nechimdan qanaqadir jahlim chiqib, kontrolni yo'qotib qo'yganimga degan boshqacha emotsiya bo'ladi. Lekin har safar o'shanda o'zimga aytaman, Xudoni kuldirmoqchi bo'lsang, planlaringni ayt. Ya'ni bizning ham planlarimiz bor, Xudoning ham planlari bor. Biz o'sha yozilgan planlar bo'yicha prosta yashab bersak bo'ldi degan tushunchani o'zimga yaratib olganman. Hozir bu meni anchagina stressdan, nazoratni yo'qotib qo'yganimda, chunki hayotimizda hamma narsani nazorat bilan ushlab tura olmaymiz. Yo'qotib qo'yganimda o'zimga mana shu narsani aytib eslatma beraman. Lekin mana shu yerda bitta muhim tochka bor. Ko'pchilik insonlar, men bitta Writer's Mind degan bloger bor. U kishini ismlarini bilmayman, lekin o'sha kishini YouTube blogchasida, Instagramlarida ko'rgandim. Shunaqa bu kitoblar tezda juda ham yomon ko'radi, bu kitobni ustidan kuladi. Bu odamda adashmasam fatalizm gap kelib qo'yadi. Ya'ni taqdirga ishonib, faqatgina taqdir yozilgan bo'lsa, nima nima deydi, inson o'ziga mas'uliyatni olmaydigan qilib qo'yadi deydi. Endi bu yerda bitta muhim tochka bor. Agar siz o'qisangiz ham, sizda ham shunaqa bo'lib qoladigan. Endi ko'pchilik odamda agarda nima deydi, grown up bo'lmagan bo'lsa, katta bo'lmagan bo'lsa, o'sha taqdir bo'lsa bo'ladi, taqdirga yozilmagan bo'lsa bo'lmaydi degan narsa bo'ladi. Bu kitob men uchun taqdirni tavakkal qilishni, tavakkal emas, tavakkul qilishni o'rgatadigan kitob deb o'ylab qolaman. Nimaga deganda, bu kitobni siz directly o'qiydigan bo'lsangiz, yetishadigan bo'lsangiz, butun dunyoni o'ziga kelib senga shunaqa mehnat qilib, butun dunyo o'zi seni yetishtirib qo'yadi. O'zidan o'zing borib qolasan, sen faqatgina yotsang bo'ldi degan narsa ko'pchilik tushunib qolishi mumkin. Lekin asl haqiqat bunday emas. Asl haqiqat, biz mehnat qilamiz, biz o'sha olib boradigan sabablarni qilamiz, qaysidir bir rimimizga, lekin o'sha narsani ushalmasligini, biz mas'uliyatini bo'ynimizga olmaymiz. Biz borimizni, jonimizni, potensialimiz 100%, 200%ni berib qilishga harakat qilamiz. Agar natija endi yozilmagan bo'lsa, taqdirda biz xohlagandek bo'lmasa, unga rozi bo'lamiz. Agarda biz xohlagandek bo'lsa, bu ya'ni dinda ikkita narsa bor, tavakkal hamda tavakkul degan narsa bor. Bu narsalar birinchisida tavakkal qilishda deylik, rizq yozilgan-ku, odamda ajalidan rizqi ko'proq quvadi. O'shaning uchun men prosta shunchaki uyda yotsam ham rizqim keladi, rizqim yozilgan ekan degan narsa bo'ladi. Ikkinchi tavakkul degan narsa bor. Rizq meni bo'ynimda emas, men sababini qilishim kerak deb turib, rizqqa olib boruvchi sabablarni qiladi, beruvchi sifatida o'zini ko'rmaydi. Shunchaki sababini qildi, Xudo berdi degan narsani qiladi-da. Mana shu joyda ko'pchilik agarda tushunmay qoladigan bo'lsa, taqdir yozilgan-ku deb turib, oddiy to'g'ridan-to'g'ri tavakkal qilishga o'tib oladi. Lekin aslida bizda haqiqatimizda biz tavakkul qilishimiz kerak. Ham sababini qilishimiz kerak, ham unga olib boradigan yo'llarni qilib turib, Alloh xohlasagina bo'ladi degan ishonchda ichida bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Aslida bu narsalarni aytib berishimga nima sabab bo'lganda, yo'l-yo'lakay o'sha taqdirimizga birin-ketin olib ketaveradi. Biz xohlagandek bo'ladi, biz xohlagandek bo'lmaydi. Xudo o'zining planlari bor degan narsa aytmoqchiyim. Aynan o'sha yo'lini davomida u juda ham ko'p skilllarni, qobiliyatlarni, juda ham qiziq hodisalarni, u o'sha vaziyatda qiyin bo'lgan, lekin uni katta qilgan, uni kuchaytirgan hodisalarni ko'rib chiqdik. O'sha pulini yo'qotib, pulini o'g'irlatib qo'ygani, finjonchida ishlagani va eng qizig'i menga juda ham katta insight bergan Fotimani uchratgani bo'lgan. Aynan mana shu yerda ikkinchi insightni shunaqa sug'urib olsak bo'ladi. Men o'zimga olganman shu ikkinchi insightni. Bu insightda Fotima aytadi, Fotimani ko'rganidan keyin uni qabul qilishadi, senga mana shu boyliklarni beramiz, shu yerda qolsang bo'ladi, shu yerda yashasang bo'ladi deb turib, o'sha Fotimani qabilasi, o'sha qabilaning kattalari Santiagoga taklif beradi. Tabiiyki, o'sha vaziyatda Santiago qanaqa holatga tushadi, ikkilanadi. Yaxshi variant, bizning ham hayotimizda bo'ladi-ku.
matematik jihatdan miyamiz bilan o'ylasak, bu to'g'ri va shunaqa qilsam ham bo'ladi. Yokida qo'rquvlarimiz bo'ladi. Voy, men bu narsaga erisha olarmikanman? Odamlar bilan bir xil bo'laveraylik, nima o'zimcha. Endi bu narsani biz so'z bilan aytmaganimiz bilan baba ichimizda qo'limdan kelmasa-chi degan qo'rquvlarimiz bo'ladi. Odamlar nima deydi degan qanaqadir ichimizda ichki ovoz bo'lib turadi-da. Mana shu ichki ovozi battlini ichida qolganida, yuragi bilan miyasini battlini ichida qolganida Fotima aytadi. Siz hozir deydi yashaysiz, o'sha imkoniyatlar bo'ladi, boyliklar bo'ladi, siz xohlagan hayot bo'ladi, lekin 20 yildan keyin papa sizni ichingizda so'roqcha qoladi. O'shanda siz meni aniq esimda qolmadi, hozir miyamga kelgan joylardan terib aytyapman. O'shanda siz meni ayblamasligingizni, seni deb bormaganman, seni deb qilmaganman degan narsani to'g'ridan-to'g'ri aytmasam, baba ichingizda qolib ketadi, yuragingiz ichidan o'tadi. Siz hozir yuragingizni eshitmasangiz, siz hozir berilgan o'shani buni qilmasangiz, keyin yuragingiz sizga gapirmay qo'yadi deydi va oxirida aytadi. Sahro ayollari doim kutgan va men ham sahro ayoliman, men ham sizni kutaman deb turib o'sha Fotima Santiagoni o'sha boylik o'sha dreamini orqasidan, treasure orqasidan qo'yishga nima deydi? Support qiladi. Va mana shu joyda yurak eshitmay qoladi. Yuragingiz sizga gapirmay qo'yadi, siz yuragingiz eshitmay qolasiz degan joyi bor. Koinot bu kitobda aytadi, har doim bizga Xudo tomonidan signallar beriladi. O'sha signallarni ko'rmay qoladigan bo'lib qolamiz. Bu joyi menga qaysi kitobni eslatadi deydigan bo'lsangiz, Shahzoda, kichkina Shahzoda asarini eslatadi. Aytadi, odamlar katta bo'lgani sari deydi, bolalikni unutadi. Bolalikcha impossible bo'lgan narsalarni ham possible tasavvur qila oladigan bolalikni yo'qotib, hamma narsani raqamlarga, hamma narsani fizik qonunlarga bog'lab tashlaydi. Lekin biz bola bo'lgan vaqtimizda hamma narsa bizani miyamizga katta narsalar o'ylab tashlaymiz. O'sha narsa bo'lishiga ishonamizda, lekin katta bo'lganimiz sari jamiyat bizani bunday o'zini qolibiga, o'zini standartiga, mana bunaqa bo'lishi kerak, mana bunaqa bo'lasan, mana bunaqa bo'lmasa noto'g'ri, mana bu narsa normal degan narsani o'rgatganida, biz o'sha qolipni ichiga kirib o'zimiz bo'lmaymiz, jamiyat shakllantirgan bitta shaxsga aylanamiz. Lekin bola vaqtimizda bizda odamlar nima deydi, umuman atrof muhit emas, bizani hayotimiz atrof muhitdan iborat emas, bizani hayotimiz o'zimizdan iborat bo'ladi. Hayotimiz katta dunyo, xuddiki bola bo'lganimizda bizani atrofimizda aylanadi. Biz dunyoning markazidamiz deb o'ylaymiz-da. Katta bo'lganimizdan sari o'zimizni kichkina deb tasavvur qila boshlaymiz. Bu kitob aytadi, o'sha yuragingni eshitmasang, yuraging senga gapirmay qo'yadi degan narsani olib chiqadi. Bir marta Alisher Fayzam intervyusida eshitganimda, shu u ham bu kitobdan keltirganmidi eslolmayman, lekin o'sha intervyusida aytganda, yuragimiz eshitmasa, yuragimiz bizga gapirmay qo'yadi. Ya'ni bu vijdonimizga ham o'xshab ketadi-da. O'zi yurak bilan miya haqida gapirganda ikki xilana bo'lib ketadi. Jangi topikda bu nima? Jangi topik. Endi mana bu bizani yuragimiz bilan hech qachon, men bitta narsani yaxshi ko'raman, hech qachon yurak yokida miya degan narsamiz ikkalasi balansda ushlaydigan, ham yuragimiz, ham miyamizni eshitib borishimiz kerak bo'lgan hayot bu shunaqa yo'l deb o'ylayman. Bugungi asosiy xulosalarimni samab qiladigan bo'lsak, jamlaydigan bo'lsak, birinchisi bu o'sha men o'zimda savolimga javob topdim. Nima shuncha yo'l bosib o'tdim? Birinchi o'qiganimdagi savolimga ikkinchi va uchinchi o'qiganimda javob topdim. Nimaga u shuncha yo'l bosib o'tdi? O'zini tayyor uyutdi-ku. Ana bu nima deydi? Xazina. Bu savolimga javob topdim. Ikkinchisi esa o'sha dreamingni qanaqa bo'lmasa amalga oshirish kerak. Fotimani sahro ayollari doim kutadi deganda, biz o'sha narsani hozirgi vaziyatimizdan kelib chiqib turib, bo'ldi erishdim-ku, endi erishmasam ham bo'ladi deb turib bizga yetarli imkoniyat bo'lganda give up qilmaslik kerakligini anglaganman va uchinchi oxirgisi esa yurakni eshitmasak, yuragimiz bizga gapirmay qo'yadi. I hope this video was interesting for you and qanaqadir kitoblar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentda yozib ketadigan bo'lsangiz, keyingilarida siz bilan birgalikda o'sha kitoblarni o'qib, birgalikda book reviewlar, videolarga rekord qilib boramiz. Thank you for watching. Bye.